Qizlar novinka. Ovozimga e'tibor qilmaymiz. Tomog'im bo'g'ilib qolgan. Tenzaro brendidan qizlar mana shunaqa kushonli SPFlardan kelgan 50 SPF. Quruq yuzlarga ham zo'r tushar ekan. Hamma yuzga tushib ketuvchi SPFlar. Sizlarga hozir buni surib ko'rsatib beraman. Ichida qanaqa bo'lishini. Novinka bu qizlar. Novinka chiqdi, o'zim surib ko'rdim. O'zimga juda ham yoqdi. Bu tonalka emas qizlar, quyoshdan himoyalovchi SPF krem. Ya'ni mana shunaqa qulay qilib suradigan qilib chiqaribdi. Mana o'zini gubkachalari bilan. Mana shunaqa oq bo'ladi ichi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qo'limga surib ko'rsatib beraman. Zo'r namlantirib qo'yar ekan qizlar. Ham namlantiradi, ham quyoshdan himoya qilib beradi. Qaranglar, yuzda qolib ketmaydi. Yumshoq qilib qo'ydi qo'limni. Bu anaqa tonalka pudra ili kushon emas. Mana shunaqa Tenzerodan novinka chiqarishibdi. O'zimga juda ham yoqdi. Kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa juda ham udobniy ekan surishga ham. O'zini gubkachalari bilan bo'ladi. Soni juda ham ko'p, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.